20 kilovat on-grid sistemani xalq bilan birga o'rnatamiz. Kanalga obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. 20 kilovat stansiyani o'rnatishda davom etyapmiz. Bugungi qilingan ishlar korp o'rnatdim. Esingizda bo'lsa, mana bu turba turardi. Turbadan bu yoqqa o'tgan edi, qism bu yoqdan chiqqan edi. Hop, turbani olib tashladik, o'rniga korp qo'ydik. Hozirgi paytda korp ichidan bu simlar o'tyapti. Yana bu yoqdan 4 ta sim 3 faza nol bilan o'tib. Hop, bu yoqda teshuv ochdik yana bitta. Oldingi teshik bo'tdan edi, endi bunisi bo'tdan ochildi. Bu yoqdan suv olib boramiz keyinchalik. Bo'tdan o'tkazib, burada teshuv oldim. Preparator bilan bugun ko'p ish qilinmadi, sababi texnik shart chiqqani yo'q hali ham. Bugun 4-ish kuni. Shanba hisoblamaganda, uni hisoblasangiz 6-kuni bo'ladi bugun. Texnik shartdan darak yo'q. Korp qo'ydim, simlarni bo'tdan uzib chiqarib, boshqatdan tortib, bundan o'tkazib, shitlarni teshib, hop buni hali o'rnatmadim, hozir 5 minutda o'rnatib olaman, olib kelib qo'yib tayyor qilib qo'ydim. Hozir buni qo'yib yuboramiz. Buni ulanishida har bittasidan ikkitadan sim chiqqanda, nolni uchalasini bitta qilinadi. Mana uchtasini bitta qildik, qolgan 3 ta simmi. Mana bu nol ketadi. Mana 3 ta fazaga bitta ulanadi. Shunda u qaysi fazada tok bo'lsa, o'shani ko'rsatib turadi. Buni 0 qo'yamiz, mana 3 ta faza qo'yamiz. Mana genchi bilan birga tiqib yuboramiz. Shuni hisobiga bo'la ishlaydi. Bu narsani endi qo'ymasa ham bo'ladi, men qo'yganim. Bilasizlar, 3 fazali invertorlar qaysidir fazada tok ketsa, tok sotishni to'xtatadi. Shunda qaysi fazada ketganini bulardan bilib olaman men. Shuni hisobiga qo'yganman. Keyinchalik menda 10 kilovatligimni o'zi ham sotganning hisobiga gibridimni o'zi. Perekuchat qilaman-da bulardan 10 ni o'zidan sotib beraman. Shunda yarim stringim ishlaydi 20 dan 10 ishlaydi, 9 sotmay turadi. Qaysi fazaga perekuchat qilishim uchun, qaysida bor yo'qligini bilib olsam, o'shanga qarab perekuchat qilib qo'yaman. To'q o'sha bittasi sotadi, qolgani sotmay turadi. Endi ko'ramiz bu hisoblaydimi yo'qmi? Hisoblaydi deyapti. O'zimda endi bu narsa bo'lganligi uchun endi boshimdan o'tkazaman. Atak shu paytgacha hali o'tda sinab ko'rgan joyim yo'q. Chunki 3 fazaga ko'pchilik on-grid qo'yishadi, gibrid qo'yishmayapti. To'g'rirog'i 3 fazali счётчикka bir fazadan invertor qo'yganlar juda ham kam. Qo'yganlar ham bitta 3 ta qo'yishadi. Ular ham hozirgi paytda kam. Bitta 2 ta odam qo'ygan. Bitta fazaga tok sotsa ham hisoblaydimi yo'qmi? Shuni sinab ko'rib, keyin videolarda javobini aytaman. Menimcha hisoblasa kerak. Yana bilamiz. Videolarni kutamiz, chunki svet kelib bu narsalarni ulaganimdan keyin, texnik shart chiqqandan keyin ulayman. Mana o'sha paytda o'zim o'chirib ko'raman, qolgan ikkita fazani o'chiraman-da. Bittaga sotib ko'ramiz, ertasi kuni ko'ramiz. Agar hisoblab yozadigan bo'lsa, shu narsani o'shandan bilsa bo'ladi. Iskustunga o'chirib ko'raman. Uni ham javobini tez orada chiqaramiz. Hozir texnik shart kutyapman, hali ham chiqqani yo'q. Endi bugungi ishimiz sal kamroq bo'ldi. O'zim boshqa ishlar bilan ko'proq ko'chada yurganimga mana korp bo'ldi. Buni perepodключение qildim. Hop, mana bularni qo'ydim. Yana bitta qo'ygan narsam